Qara. Azamat. Voy, loy keladimi? Shu bugun loy. Shuvaymi bugun? Loy keladimi yo'qmi? O'rolma. Ye. Manamas usta bu. Qo'y. Mani qo'limga uzatma Azamat. Shuni o'zing qo'yib ketavergin. Loying bo'lmasa, loy zakatobga kelgan Azamat. Qachongacha? Qani, Usta bu. ha. Qachongacha men loy tayyorlab, blok olib berib yurayman. Mana shu ay. Azamat, buncha noshukrlik qilasan, ha? Bo'ladi, sekin-sekin qilaverasan. Dimlamadan keyin bitta potiya beraman, o'zing polni shuvaysan, maylimi? Usta bu faqat dimlama deysiz. Nima u dimlama? Ha, keyin tushunasan. Katta bo'lsang tushunasan, Azamat. Loyni olib kel. May. Qara, loyni shirasi yo'qda, Azamat. Aytolman, qara, loyingni to'shiyamadi ichiga. Bilmayman, meni o'ldirmoqchimisan, bilmayman. Tushunmayman. Qara, tushib ketganmi qarada buni. Maqsad nima usta bu? Maqsad loy dam olish kerak 5 soat. Loy dam olish kerakmi? O'zingiz dam olishingiz kerak. Gapni ko'paytirma. Shu yoshimga men seni alayman. Qara buni, qara. Osilib tushib ketganini qara. Dam olmagan loy. Dam olmagan. Menga ishon, Azamat. Qara buni ahvolni qara. Shu ham bo'lmaydi. Ertaga yorilib ketadi bu. Ye? Gap yomon ko'paytirasan-da, bilasanmi, Azamat? Shu bundan ko'ra borki, uyda egasiga ayt, kola-pola olib kelsin, abet bo'ldi. Abet tayyorlasin. Nima edi bu ahvol? Kechankidak mana bunchagina go'sht solmasin. Ko'pmi?